Muso, Somiriy va Qorun. Muso Sinay to'giga chiqishlaridan oldin Oz qavmiga 40 kundan so'ng qaytishlarini bildiradilar. Ammo Isroil xalqi o'sha davrlarda kun va tunni alohida bir kunga teng deb o'ylashgan. Shuning uchun ularning nazarida 40 kun 2 baravar tezroq, ya'ni 20 kun ichida o'tib ketgan. Isroil qavmi Muso 20 kundan keyin qaytmaganidan so'ng Parvardigor uni ularning gunohlari uchun olib ketgan deb o'ylashadi. Muso xalqini Misrdan olib chiqib ketishlarida Allohning inoyati bilan Qizil dengiz ikkiga bo'linib, ular dengiz yo'lini bexavotir kechib o'tishgan. Muso va ularning qavmi ortidan kelayotgan Firavn va uning lashkarlari oldida esa dengiz yo'li yana yopilib, ular dengizga chokib g'arq bo'lishadi. Dengizga Misr qo'shini bilan bir qatorda ularning qurol aslahalari, oltin va kumushlari ham chokib ketadi. Yahudiylar qonunida janglarda dushman boyliklarini olja qilib olish man qilingan. Misrliklarning dengiz qirg'oqiga olib kelgan qurol va boyliklari yo'q qilinadi, ularni yoqib, eritib temirga aylantirishadi. Ushbu katta qo'shindan faqat katta temir bo'lagigina qoladi xolos. Musoning Somiriy ismli izdoshi bo'lgan. Somiriy go'dakligida Firavn Isroil qavmidan bo'lgan barcha ogil bolalarni o'ldirishni buyuradi. Somiriyning ota-onasi farzandini qutqarib qolish maqsadida ularni qavmlarni boshqa ogil bolalari bilan birga sahroga jo'natib yuboradi. Farishta Jabroil bolalarga o'z qanotlarida yegulik olib kelib turadilar. Shu sababli Somiriy go'dakligidanoq Jabroilni eslab yaxshi ko'rib qolgan. Hech kimsa ko'zi bilan ko'ra olmaydigan narsani, ya'ni Jabroil Muso oldilariga hayot otida kelganlarni Somiriy ko'ra oladi. Somiriy ot tuyoqlarining izi qolgan tuproqni yigib, uni o'zining jubbasiga yashirib qo'yadi. Muso tog'dan qaytmayotganligidan sarosimaga tushgan Isroil xalqi biron bir sanam ko'rinishidagi butga boshqa qabilalar kabi siginishni istab qolishadi. Somiriy temirchi bo'lgan edi. U hayot oti tuyoqlarining izi qolgan tuproq va Firavn qo'shinining eritilgan oltinidan, ushbu tuproqning ilohiy kuchidan harakatlana oladigan haykal buzoq yasaydi. Somiriy, Muso toqqa ketishlaridan oldin ularga ilohni berishni unutgan, deb o'ylaydi va shundan keyin hamma haykal buzoqqa siginishni boshlaydi. Isroil xalqi ushbu oltin sanamga siginib atrofida raqs tusha boshlashadi. O'sha davrlarda Isroilliklarning soni 70 ming edi. Deyarli barcha ushbu oltin sanamni xudo sifatida qabul qiladilar, ammo 12 ming kishi bundan bosh tortishadi. Ushbu hodisalarni ko'rib ular sahroning uzoq joylariga qochib ketishadi. Ayni paytda esa Muso Sinay to'g'ida vahiy kelishini kutib o'tiradilar. Ular shunchalar osmonga yaqin bo'ladilarki, ilohiy qalam Tavrotning matnlarini yozayotganini va Tavrotning sahifalari tushayotganini eshitib turadilar. Tavrotning sahifalari shunchalar ko'p ediki, ularni hatto 7 tuyaga ortganda ham olib ketib bo'lmasdi. Muso Tavrot kitobini olib, qavmlarning oldiga qaytadilar. Ular qavmlarni haykal buzoq atrofida raqs tushayotganini ko'radilar. Shu topda Muso Tavrotni yerga tashlaydilar. Uning 2 sahifasi yerga tushib uchib ketadi. Muso o'z qavmlardan, nega mening qaytishimni 40 kun kutmadingiz? deb so'raydilar. Ular, Somiriy bizni aldadi, deb javob qaytarishadi. Somiriyning jazosi shundan iborat bo'ladiki, Muso Sinay to'gidan tushib kelgan kundan boshlab va umrining oxirigacha biron kimsa u bilan so'zlashmaydi va yoniga yo'lamaydi. Oltin buzoq haykalni yondirib eritib yuborishadi, ammo ko'pchilikni haq yo'liga qaytarish uchun buning o'zi yetarli emasdi. Haykal buzoq erigan katta oltin bo'lagi holida qolgan edi. Shunda farishta Jabroil Musoga Nil qirg'oqiga borishni va u yerdan oltinni so'nggi bo'lagigacha eritib yo'q qilib yuboradigan Kimiya nomli otdan terib kelishni buyuradilar. Muso Qorun ismli odamdan ushbu otdan bir sigim terib kelishni buyuradi, ammo Qorunning ko'zi ochlik qilib, otdan juda ko'p yulib, tuyaga yuklab, olib keladi va yashirib qo'yadi. Muso bir siqim otni haykal buzoqning ustiga sochib yuborganlardan so'ng, but erib butunlay yo'q bo'lib ketadi. U davrlarda qonunga itoat qilmaganlar qattiq jazolanar edi. Alloh hozir bizlarni kechirgani kabi odamlarni kechirishmas edi. Allohning amri bilan atrofdagi odamlar ularning sodir qilgan qilmishlarini bilib qo'yishlari uchun ularning barcha gunohlari peshonalariga va uylarining eshiklarida yozib qo'yilar edi. Alloh haykal buzoqqa siginishdan bosh tortgan 12 ming odamga, but sanamga sigingan 58 ming aholini o'ldirishni buyuradi. Barcha Parvardigorning ushbu xohishini qabul qiladi. Erta tongda barcha aholi sahroga chiqadi. 58 ming gunohkor bir qator bo'lib yerga o'tirishadi. 12 ming iymon e'tiqodli odamlar esa ularni o'ldirishlari lozim edi,
garchi ular oilasining a'zosi va yaqin kishilari bo'lsa ham. Ammo ular gunohkorlarning yuzlariga qarab turib ularni oldira olmas edilar. Shunda Allohning inoyati bilan osmonda katta qora bulut paydo bo'lib, gunohkorlarning yuzlarini yopadi va bu hodisa iymonlilar uchun Parvardigor xohishini bajarish uchun madad bo'ladi. Qora bulut osmonda erta tongdan to asr namozigacha turadi. Bulut tarqagach esa hamma yer qon va jasadlarga to'lgan bo'ladi. Muso Allohga iltijo qilib shunday deydilar: "Ey Allohim, mening qavmimning kuni bitdimi endi?" Alloh esa shunday javob qiladi: Qatl qilganlar ham, olganlar ham, barchasi Allohning aytganlarini bajarganliklari uchun jannatga tushadilar. Ammo Muso qavmlarining oldingidek kuchli va pokdomon emasligidan jon kuydirar edilar. Shunda Alloh Musoga haykal buzoqni kuydirgandan qolgan kulni Nil daryosiga tashlashni va o'sha daryodan suv ichishni buyuradi. Kimniki yuragi toza bo'lsa, ul kimsalar inson qiyofasida qoladi, nopoklar esa sigirlarga aylanadi. Shu tarzda begunoh va gunohkorlarni ajratib bilsa bo'ladi. Sigirlarga aylangan odamlar oldirilib, Isroil xalqi nopoklardan tozalanadi. Ammo ushbu suvdan barcha ichgani tufayli hozirgi kunga qadar ushbu xalq avlodlarining yuraklarida oltinga bo'lgan muhabbat saqlanib qolgan. Ochko'z Qorun esa kimiya otini tuyasidan olib tushib, hamma narsani oltinga aylantira boshlaydi. Hatto uyining ostonasini ham oltindan qildiradi. U ko'p qullarni sotib olib, ularni bashang kiyintirib, tillalarga ko'mib, atrofdagilarning hasadini keltirish uchun ularni ko'chada olib yuradi. Qorun payg'ambar bo'lishni juda ham istar edi. U Musoga havas qilar va qavmi unga bo'ysunishini istardi. U uyiga odamlarni har xil noz-ne'matlarni tayyorlab mehmonga aytardi. Hatto iymon-e'tiqodli insonlar ham unikida mehmon bo'la boshlaydilar. U shunchalar hisobsiz boylikka ega bo'ladiki, hatto uning boyliklari saqlanadigan sandiq kalitlarini 70 tuyaga yuklaganda ham olib ketib bo'lmasdi. Barcha Isroil xalqiga yilda bir marotaba beva bechoralarga zakot, ya'ni xayriya ehson qilishlari shart edi. Ular daromadining tortdan bir qismini ozlardan kambag'alroq bechoralarga ehson qilishlari lozim bo'lgan. Muso Qorundan uning zakoti haqida so'raydilar. Qorun esa ular bilan bahslashib savdolashadi. Muso unga shunday taklif qiladilar: "Sen hech bo'lmaganda boyligingning 100dan birini, mayli 1000dan birini qurbon qil." Qorun esa bundan ham bosh tortadi. Shunda Qorun bir buzuq ayolni topib, Musodan farzand kutayotganlikda ayblab, tuhmat qilish uchun uni kondiradi. Hamma Qorunning uyida to'planganida, Qorun Musoni vaz aytishga taklif etadi. Keyin odamlar unga savol bera boshlashadi. Bir kishi so'raydi: "Kimki ogirlik qilsa, uning jazosi nima?" "Biz uning qolini chopib tashlaymiz", deb javob beradilar Muso. "Zino qilgan insonning jazosi-chi?" "Uni toshbo'ron qilishadi", deb javob qiladilar Muso. Shunda Qorun bilan kelishib olgan buzuq ayol gapirmoqchi bo'ladi. U Musoga qarshi yolg'on bo'xtonlarni aytishga tayyor bo'lib turganida, Parvardigor uni tildan qoldiradi. Shunda Muso nima bo'layotganini ko'rib, hassalarini uning qorniga qo'yadilar. Shu topda ona qornidagi go'dak asl otasining ismini aytib gapirib yuboradi. Musoning o'ziga yarasha fe'llari bo'lgan. Ular Allohdan bir paytlar Firavnni yengish uchun bergan kuchni, Qorunni yengish uchun berishni so'raydilar. Ular qavmlarning har bir odamidan kim tomonda ekanligini so'rab chiqadilar. Faqat 2 kimsagina Qorunning yonida qolishadi, qolganlar esa Muso tomonida ekanligini aytishadi. Shunda Muso Parvardigor inoyati bilan yerga Qorun va uning 2 do'stini tizzasigacha oz qariga olishni buyuradi. Shunda Qorun qo'rquvdan zakot to'lashni taklif qiladi. Muso yerga ularni beligacha oz qariga olishni buyuradilar. Muso, zakoting bilan jahannamga ravona bo'l, deydilar. Qorun esa boyligining yarmini berishni taklif qiladi. Pullaringni o'zingga qoldir, deydilar Muso va yerga ularni bo'ynigacha oz qariga olishni buyuradilar. Shunda Qorun boyligining barchasini berishga tayyorligini aytadi, lekin shunga qaramasdan Muso yerga ularni butunlay oz qariga olishni buyuradilar. Odamlar endi Qorunning butun boyligiga Muso ega bo'ladilar deb gapira boshlashadi. Shunda Muso yerga Qorunning barcha boyligini ham oz qariga olishni buyuradilar. Qorun sendan 40 marotaba kechirim so'radi. Agar u mendan bir martagina kechirim so'raganida, men uni kechirar edim, deydi Alloh Musoga.